Nimaga har doim odamlar nima derkin deb o'ylayveraman. Bu o'zingizga bo'lgan ishonchni pastligidan, balki sizni bolaligingizda juda ham ko'p sizni boshqalarga solishtirishgan yoki har doim sizni qilgan ishingiz uchun tanqid qilib uyaltirishgan. Mana shu holatlar bolaligimizda takror va takrorlansa, ongi ostimizga boshqalar nima derkin degan xavotir va qo'rquv joylashib qoladi. Va biron bir qarorga kelishimizdan avval, qandaydir bir yangiliklarga qadam qo'yishimizdan oldin odamlar nima derkin deb hammani fikridan xavotirlanishni boshlaymiz. Bu esa bizni o'sishdan, rivojlantirishdan doim to'xtatib qo'yadi. Odamlar sizda bo'lsa ham, bo'lmasa ham, qilsangiz ham, qilmasangiz ham baribir fikrlarni bildiradilar. Bular unga haqli. Ustozim Omonilla Madayev bizga bir iborani juda ko'p marotaba takrorlardilar. Har bir insonning har bir fikri yashashga haqli, lekin ularning hammasi ham haqiqat emas.